Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 15 soniga hoş geldiniz. Bugün biz Sharq Turkiston Sürgün Hükümeti Tashqi ishlar ministri ve muavin bosh minister Salih Xudayr efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Bu qitim 9. navbatlik Sharq Turkiston Sürgün Hükümetining saylimi g'albilik oxirlashdi. Nurgun qiyinchiliklarni yengib, Washington DC'da bu qurultayni tamamladik. Yangidan saylanib chiqqan muavin bosh ministerimiz ve Tashqi ishlar ministri Salih Xudayr efendimni bu qurultayni bir xulosa qilib chiqishni ve kelgusi ishlarimizga qarab chiqishni umid qilib bu programmamizga taklif qildik. Oldi bilan Salih Xudayr efendim, siz bu qitim qurultayga o'zingizni Baş ministerlikka namzat ko'rsatmadingiz. Bunun sebebini deb beradi misiniz? Albatta, men daim deb kelganimdek, men bu milletning, yani Sharq Turkiston xalqining, Sharq Turkiston davlatininki askari. Men hiçbir vaqt baş minister bo'lib olish yoki rais bo'lib olish yoki boshqa bir cho'ng qalpoq kelib olish arzusim yoki niyatim yo'qdi. Ötkenki qurultayda hamda şu vaqtda majburlanib qoldim. Şu vaqtda xalq shadiki millat vakillarimizningki ko'p sonliq ovozi bilan menga bu vazifani majburlanganlik uchun, ehtiyoj bo'lganlik uchun shu vazifani ijro qilib keldim. Albatta, hamda 4 yil bu vazifada xizmat qilib keldim. Andan keyin bu 4 yil bo'lgandan keyin qayta mendan yaxshiroq bo'libmi bu bosh ministr degan bir davlatninki, hukumatninki bir beshi. Shuning uchun bir yashi to'lgan, tajribasi mo'l va eng muhimi xalqimiz bilan yolg'izlanib chet elliklar bilan emas, xalqimiz bilan yaqin munosabati bo'la oladigan, yaqin ish yapira oladigan tajribasi bor bir kishining o'tirga chiqishi tuzukroq deb men yana o'zimningki xalqimiz, davlatimiz nima arzu qilsa shu vazifaga askar bo'lish butun bilan tayyorligimni bildirib, men bu baş ministerlik bo'lmasligini o'zimni nomzod ko'rsatmaslikni qaror qilgandim. Endi nimishki Tashqi ishlar ministerlikni o'zingizga loyiq? Hamda menga shaxsan men o'zimga loyiq ko'rganimdan emas, hamda qilayotgan ishimmi, amanglar bilganingizcha, mening o'qigan kasbimmi xalqaro munosabat va davlat bexatarlik, siyosat asosan men davosimizni shu xalqaralashtirish uchun chet elliklar bilan mayli siyosatchilar bo'lsin, mayli hukumat arboblari bo'lsin, strategiyachilar bo'lsin, tadqiqotchilar bo'lsin va yoki media muxbirlar bilan bo'lsin, doim shunda aloqa qilib kelganlik uchun men chet elliklarga davomizni texmo yaxshi tushuntirganligim uchun mushiningki agar mumkin bo'lsa, mush vazifa berilgan bo'lsa, men mushni yaxshi qila olaman deb o'tirib qo'ygandim. Ammo men qaysi vazifa berilsa, men shuningga qo'lim kelguncha, iqtidorim yetguncha qildiganligimni bildirgandim. To'g'ri. Sizningki kasbingiz bunga mos kelgani uchun ve neçe vaqtdan qilayotgan ishlaringizni chet elliklar bilan aloqa bog'lash, bu davoni chet ellikka tanitish. Alayda turtib ko'rsatdingiz. Bu qitim bu vazifani cho'qim yaxshi o'rinlab ketdi deb o'ylaymiz. Hamda bu saylamdan burun nurg'un qarshiliklar bo'lgan, nurg'un boshqalarni haqorat qilishga uchradik. Siz shularni bir eslab o'tadimsiz? Albatta, bu bo'libmi 2019'da ko'rildi. Ve 2019'dan tatip, hatta men bu davaga atlanganımdan resmi atlanıp oturga çıkıp Sharq Turkiston
mustaqillik davası küreş kılganımızdan beri bu ucumlarga uçuravatımız. Xitay istihbaratınınki ve Xitay istihbaratı bilen Xitay bilen emkarlaş kıygan emkarlık devletlerinin istihbaratının ucumlarga uçurap kelevatımız. Bu saylamını hatta başlaştım buranta bu milletvekili saylamını kılımız dep hatta ötken yılı oturgan şu 2023'nin başlarında saylamı tayarlık kılışımızdı bu cümle başlangadı. Ta onun da burunma batı. Bu cümle tıgımı evcip Xitay istihbaratınınki ve Türkiye'deki bazı teşkilatlar arkalı Xitay'ınki istihbaratınınki ve başka istihbaratınınki Türkiye'deki bazı teşkilat ve şahslar bilen onundikin absus milletimizninki arasıga kirib bazı münafık satqıllar bilen birleşip bu hükümetni xunukleştiriş üçün bu itibarsızlaştırış üçün nurgun suikastlarını, nurgun ucumlarını elip verdi. Ama Allah'a şükür buna biz galibilik bilen halkınki közü açık boğallıkıdan beri ve bizninki ak yolda boğallıkımızınkinden tüpeyledin. Biz buna galibilik bilen bu suikastlarga takabül turaladık. Elbette bu suikastlar tügmeydi o. Hakikat ne desek bu suikastlar ta Şarkı Türkistan devleti kurulğıça yani mustakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti nasıl keltirip biz Şarkı Türkistan içinde devletimizni kurup istihbaratımız, askerimiz, emmenasimiz kulumuzda boğa vaqtqıça bu Xitay'ınki düşmanımızınki suikastları, istihbarat uyulları bu hücumlar toxtamaydı. Şu devletimiz boğa vaqtda onundan biz onunla texmi takabül turalaymiz. O vaqtlarda mı toxtamaydı hakikat ne desek. Çünkü düşmanlıkdan biz Xitay bilen az degende 3000 yılının yazı uruşup kelyapmiz. Xitay düşmanlıkını kılıdı. Her türlük uyallarını oynaydı. Hatta özümüzninki milletimiznin arasıg mümkün olgan hain münafıklarını oturga çıkırış arkalı şular arkalık nurgun devletlerimizni veyran kılgan Xitay buran. Ve bugünkü sürgünde bulap kelişimizin sebebi mu, ırkı kırgınçılık kuşturawatkanının sebebi mu, şu hain münafıklarınki düşman istihbaratıga, düşman güçlerge emkarlaşıp milletimizge, devletimizge hücum kılganlık tüpeyledim bulavatıda. Bunu nimklaş gerek. Bunu şu devletimiz mustakil bolgan çağda texmi nimklalaymiz, ama hazır mı bu suikastlar davam kısmı biz mi bununla davamlık karşı verip durmaz. Kulumuz karşılık verdik ve halkımız mı asta hele oygan dedi bilme. Halkımız kimden arka yolda, kimden arka yolda, kim hakikaten Şarkı Türkistan üçün kireşivatdı, kim Xitay istihbaratı ve şularınki galçılıkını kılıvatadığını halkımız düşünüp yetti de bilme. Rahmet. Bizninki Şarkı Türkistan sürgün hükümetini xunukleştiriş için sizlarninki 6-7 hükümetinle qaysi rası degandek bir uçurni taqitib bizga hücum başlangan. Ama hazır hemmemiz görüp turibdik. Şarkı Türkistan sürgün hükümeti faqat bir. Uyghur xalqining faqat birla Şarkı Türkistan sürgün hükümeti var. Bay Salih Xudoyor efendim dedi. Biz taki mustaqil bo'lguncha bu hücumni to'xtamaydi. Ama Şarkı Türkistan sürgün hükümeti faqat bir. Qolganlari yolg'on. Faqat hücum uchun Xitoylarning o'ynayotgan o'yini. Hem bu qitim qurultayni nihoyatda o'ngishli qilib Sizningcha hükümette yaşlışış ve xillishish bo'ldimi? Albatta, burunga qaraganda, masalan, 4 yil ilgaridagi qurultayga, 8 dövrlik qurultayga qaraganda va hozir hukumatninki nimasi qarasak, bir parlament a'zolarimizning soni ko'paydi. 2019'da 45 atrofida parlament a'zosimiz bor, hozir 60 parlament a'zosimiz bor. Va onundan siret yoshlarmi xeli ko'paydi. Yevropada, şu Amerikada mı, Kanada'dan tatip başka yerde mi xeli yoshlar ketildi. Ve aramızda hazır burun
bir doktor ve bir profesör batı. Hazır Allah'a şükür 4 doktor ve bir profesör var. Yani ziyaliler mu aramızda köpeyiyotudu. Ve bunun için köpeyi de oylayman. Çünkü bu parlamentimiz içi de elbette parlamentin sırtıdı mı? Halkımız bizge ziyaliler ihtiyacımız var. Hükümetke illa hükümet hizmet kılış için illa parlament azat buluş şart emas. Çünkü arkandaki hükümetlerin organlarında parlamentdan sırt nurgun organları var ve u yerda sırtlar türlük insanlar kilolu. Yani şunun için biz ziyalilerimiz var. Emmiyadaki ziyalilerimiz var. Biz bilen birlikte hareket kılıp bizge maslahat verip bizninki stratejiyamizni, yol haritimizni qanday qilib bu Sharq Turkiston davosini tizdan xalqaralashtira olamiz, qanday siyoset yurgizib davlatlar, boshqa davlatlarni bizga yaqin diyata olamiz, yordam akilamiz va davlatimizning mustaqilligini qanday tizdan asli keltira olamiz deb buningga nurg'un ishlar ketadi. Ziyolilarimiz buningga boshqa turib, masalan, nurg'un o'qigan ziyolilarimiz bor, tarixchilarimiz bor. Penni ziyalilerimiz var. Bular birlik kelip bizge maslahat beriş gerek. Biz bilen birlikte hizmet kılış gerek. Bu davana birlikte birleşmemiz gerek. Çünkü bu yalnızlam bu Şarkı Türkistan'ın müstakillik davası, Şarkı Türkistan'ın devlet davası yalnızlam bu sürgün hükümetinin davası emas. Yalnızlam bu sürgün hükümetindeki 60 sürgün parlamentimizde 60 parlament azallarının davası emas. Umumi halkımızın davası. Şunun için sırtkilarmu bizge şu qo'lidan kelgancha yordam berishini, biz bilan birlikte hareket qilishini chaqiriq qilaman. Rahmat. Bu qatim Sadiq Xudoyor apandim deb o'tgandek, bu yoshlashish va xilishish ahvoli ko'rildi. Yevropada bu nurg'un yoshlarning kelganligini ko'rdik. Undan keyin ziyolilarning bizningki surgun hukumatga qaytilganligininki bir belgilarini ko'rdik. Bu surgun hükümet fakat birli hükümet oluşup bilen muş hükümetle kıladigan iş emas bu mustaqillik elbette hemmemizning. Çünkü bu hemmemizning işi, hemmemizning vatani. Şuna ziyalilarning, fuqarolarning, hammalarning birlikte vatanning mustaqillik uchun surgun hükümetning yanada turishini, birlikte hareket qilishimizni umid qildi. Sizga ko'p rahmat. Hamda siz bilasiz, bunun oldingi saylamda G'ulom Osmon apandimga nihoyat ko'p hujum bo'lib ketgan. Cumhur rais bo'lgan vaqtda huquqni da shunday qildi. Sog'liqni o'zi tanlab, o'zi bekitib qo'ydi. Bular o'zi hukumat qurib oldi degan bir behtam chaplangan. Ammo bu qatim G'ulom Osmon apandim bu huquqdan chekindi, o'zini nomzodligini ko'rsatmadi. Shuni ishonamizki, bundan chekinib G'ulom Osmon apandim cho'qim bizning sobiq Cumhur raisimiz yanala vatanning mustaqillik uchun ishlaydi, yanala surgun hukumat uchun xizmat qiladi. Biz buning ishimiz. Siz buni bir so'zlab tushuntirib bera olamsiz shunchalik ishlarni? Albatta, bu G'ulom apandimninki surgun hukumatga kirishning sababi mu shu hukumatni shu kuchlantirma deb o'tirg'i chiqqandi. Bu o'tirg'i chiqqan vaqtlarida hukumatning eng ojiz nokta vaqtları, hazır en güçlü vaqtlarımızdan biri hazır. Hazır hükümetin hazır tarihi 2004'ten hazırca en güçlü vaktimiz hazır. Bunun kim o texnik güçlenimiz. Ama 2018'de hükümetke G'ulom apandim kirgan vaqtda reis bo'lib imtiga vaqtda hükümetin en aciz vaqtlardan birisi. Ve o vaqtda bu xalqaro vaziyatda bu Sharq Turkiston mustaqillik masalasi asosan yuqab ketgandi. Xalqaroningki nimsida bizningki mustaqilligimiz arzu qilmam degan masalasi kelgan chog'da asosan bir iqim, ya'ni munofiqlarningki iqimi kuchlanib ketgan bir vaqtda o'tirg'i chiqdi. Ya'ni munofiqlarning da'vatini Uyg'urlar mustaqillik xohlamaydi. Biz yana shu Xitoyning ostida yashaymiz degan iqimlar eng kuchli vaqtlarda o'tirg'i chiqdi. Va shu vaqtda o'tirg'i chiqqan vaqtda bu G'ulom apandimniki izchil tarix qarasak, izchil mustaqillik deb keldi. Sharq Turkistonga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q. Bizniki birdan bir qutulish yo'limiz shu deb
ömrününki köp kısmını yani 16 yaş vaqtidan tatip hazırgacha bunu davam qilib keldi. Şu iradede, şu çın turalığanlık üçün bu hükümetninki Gulam Yagma Efendi hükümet kilip çın tuğanlık üçün hükümet ravajlanıp bugünkü italedi. Agar boşap ketken bolsa, agar şu bize baqılda qandaq aqlı çavalni, har qandaq munafiqlarni aramızı ketib olgan bolsak, bu hükümet yani şu burunqidek ismidi ba, ameliyati yok. Şu kağızның üstüdeki ba hükümet bulab qilib, ameliy bir iş qilmay o'tirdi. Ve bundan düşmanimiz elbette hoş buldu, munafiqlar elbette hoş buldu. Şunun için Gulam Yagma Efendimizin bu hükümetinin beşik kilişi düşmanimizni rahatsız kıldı. Düşmanlarimizni ve münafıklarını nayet rahatsız kıldı. Çünkü o adam çın tuğdu. Mesela bazı meselelerde mi? Mesela benimki Raşkep'den kılmışsam ben bazı nasıllıkla garip kallısı oylaganlık için Uygur'un o kadar yaxşı düşünmegenlik için ben bazı nasıl manda kılışımız gerek dep nurgun imili boldu. Ama Gulam Yagma Efendi bizge ne çıkartım degende manın diye ihtiyat kılışın gerek, anın diye ihtiyat kılışın gerek. Sen bu milletni düşünmeysiz dep o kadar nim kıldı ki nurgun hatalıklarını ötkizip koydum başta. Şu münafıklarınki uyalları kirip gidip hatta keyin asta hakikatini düşündüm. Şunun için bu Gulam Yagma Efendimni nurgulları yaman kördiganlık şu sebepti. Bu nima hükümet özü nim qilib oldi deb aşında nim qiladi, böhtemni çaplaydı. Agar Gulam Yagma Efendi baş bo'lmagan bolsa bu 4 yılning yazı, beşimiz turup bizge maslahat berip tecrübelerini anlatıp davanınki qaysi yolda mansı tüz bağıdığanlıqni nimeden ihtiyat qilishimiz gerek, nima qilishimiz gerek, qanda tedbirlarni, hareketlarni qilishimiz gerek haqida to'g'ri maslahat bermagan bo'lsaydi ki bugunkidek bu dava bu yoqqa kelinmaydi. Rost gapni qilsam. Ve hozir bu tushib ketishining sababi o'zi dedi hamda biri men 4 yilning yoz hukumatni hali bir yoqqa olib bordik. Hamda yeshimni bir yoqqa bordi, undan keyin texmi yashroq ularning o'tirg'i chiqib bu xalqni texmi birlashtirib hukumatni kuchlantirishga men vazifamdan şu sebepten men o'zimni nomzod ko'rsatmayman dedi. Ama bu demek men davadan vazgeçmen demek emas. Men bu Şarkı Türkistan'ın mustaqilligidan ölgünim kadar devam kılaman, bu mustaqillik için kurash kılaman. Ama sizlar yoshlar buni yapishinglar kerak. Anandaki man qildigan hujumlarni meni bahona qilib ba'zi munofiqlarniki, dushmanlarniki hujum qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak deb vazifasidan shu sababdan chiqib ketdi. Yani qayta hatta parlament milletvekilligidan mı chiqib ketdi. Milletvekili bo'lmaymi deb. Chunki yana men milletvekili bo'lsam, yana dushmanlar, yana munofiqlar yani şu meni bahona qilib hukumatga suiqasd qiladi, hukumatga hujum qiladi. Ben şu boshqalardek xalq bo'lish bütün bilan hukumatni qo'llayman, mustaqillik yo'limizdan voz kechmayman. Agar sizlar xato qilsanglar, xato qilding deb tanqid qilaman. To'g'ri qilsanglar, to'g'ri qilding deb olqishlayman. Xalq bo'lish bütün bilan qo'llayman dedi. Yani şu sebep. To'g'ri. Endi Gulam Osman Efendimni hammamiz bilamiz. Bu dava için nurgun bedel bergen, ilim berip o'tadi. Hamda bu qatdan bir ulgu yaratdi Gulam Osman Efendim. Vazifasidan tushibmi izchil Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qilish. Buning oldida nurgun misollarni ko'rdik. Hukumatdan yenib chiqiblar, hukumatni qorlaydigan va boshqa hukumat quradigan, hukumatni xunuklaştirdi. Agar bizningki niyatimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi bo'lgan bo'lsa-da, bunday ishlar bo'lmas edi. Gulam Osman Efendi buni bir o'lik ko'rsatdi. Uningki nomda bor, amalda yo'q bir hukumatni amalda qiladigan va xalqningki xohligiga erisha oladigan bir hukumatga aylantirib bugungi kunga keldi.
biz G'ulom Osmon efendimga, sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Osmon efendimga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Bundan keyin bu xizmatni, G'ulom Osmon efendimning xizmatini yoshlar qilib ketadi, hammamiz birlikda qilib ketamiz deb qaraymiz. Hamda Salih Xudoyor efendim, siz muavin bosh minister va tashqi ishlar ministri bo'ldingiz. Buningdan burun 4 yildan nurg'un jafolarni chekib, nurg'un ishlarni qildingiz. Nurg'un odam bildi, ko'rdi, buning qoyil bo'ldi. Endi men o'ylaymanki, buningdan keyin bu vazifa texim ig'ir qiladigan ish texim, garchi bosh ministr bo'lmaganingiz bilan texim ko'p vazifalar, teximcha qiyinchiliklar oldingizda turdi. Siz nimalarni qilib keta olayman deb qaraysizmi 4 yil oldingizda? Hamda bu 4 yilda meniki vazifam asosan tashqi ishlar ministrligi bo'lgandan keyin shu boshqa chet el davlatlar bilan munosabat qurib, bizningki Sharq Turkiston va u ma'lum boshqa davlatlar orasida diplomatiya munosabat qurish, ularningki Sharq Turkiston davosini qo'llashiga qo'lga keltirish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish, ya'ni Sharq Turkiston davlatiningki qurilishininki yo'lini hazırlash, ya'ni yo'lini hazırlash. Meniki eng muhim vazifam shu. Chunki bu yerda haqiqatni qilmasak bo'lmaydi. Biz Xitoydek bir cho'ng bir imperiyaga qarshi urushyapmiz. Buningga biz o'zimizning kuchimiz bilan Xitoyga qarshi kurash qila olishimiz va g'alabalik shaklda kurash qila olishimiz notayin. Shuning uchun qudratlik har qanday davlat Xitoy bilan kichikina ziddiyat bor davlatlarni bizga tortishimiz kerak. Va bo'libmi Xitoyga qarshi dushmanlik bor davlatlarni bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashiga qo'l keltirishimiz kerak. Shuning uchun meniki vazifam asosan shu chet el davlatlari bilan munosabat o'rnashtirib, aqidin Sharq Turkiston Sharq Turkistonning mustaqilligiga yo'lni tayyorlash, yo'lni hazırlash. Meniki vazifam shu. Yana albatta burunqidek qilayotganimdek muxbirlar bilan, chet ellik tashkilotlar bilan, parlamentlar bilan, bular bilan ochiq suhbatlarimiz bo'ladi. Uni qilamiz. Ammo asos vazifam shu Sharq Turkiston davosini tegma xalqaralashtirish. Xalqaroningki va nimasiga kun tartibiga rasmiy akilish. Hozirga qadar Sharq Turkiston masalasi xalqaralashmadi. Haqiqatni so'zlasak bo'lmaydi. Uyg'ur kishilik masalasi, kishilik huquq masalasi xalqaralashdi, ammo Sharq Turkiston davlat masalasi xalqaralashmadi. Bu ikki tamoman ayrim masala. Kishilik huquq bilan mustaqillik bir-birisiga o'xshaydigan narsa emas. Tamoman qarshi narsalar. O'xshamaydigan narsalar. Qarshi emas, ammo o'xshamaydigan narsalar. Meniki vazifam 4 yil ichida Sharq Turkiston davlat davosini xalqaralashtirish, xalqaroning kun tartibiga kelish va xuddi Tibetni qandaq besilib olgan davlat deb e'tirof qilgan bo'lsa, boshqa davlatlar Sharq Turkistonni o'xshash shaklda besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish, Sharq Tibetni qandaq Tibet deyilgan bo'lsa va Xitoyniki rezil atalg'isilqi Tibetga, ya'ni bir Xitoyning bir so'zi bor-ku, Shizang. Ya'ni Shizang deydigan so'zni ishlatmayotgan bo'lsa, Sharq Turkistonni so'zini, ya'ni bu atalg'ini xalqaralashtirish, ya'ni Xitoyniki rezil XG tilga og'im yo'q narsani ishlatning o'rniga Sharq Turkiston deydigan yerga keldi. Hozirgacha Allohga shukr, xil ko'p yerlarda buningda az bo'lsa-mu biroz g'alaba qildik desak bo'ladi. 4 yilning yozi xalqaro matbuotlardami ben doim deganimdek, agar biz o'zimiz Sharq Turkiston desak, xalqaro shunga nima qiladi? Agar ben Sharq Turkistonlik deb o'tirib chiqsak, meniki davlatimning ismi Sharq Turkiston desak, xalqaro majburiy uni e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Ammo biz Xitoyniki depini chepirib, yana shu X degan Xitoyning Xi degan misni ishlatsak yoki uningki uni demay
Uyghur rayon yoki bijnimi deb o'tirg'i chiqib qolsak, xalqaro shuni deydi. Bizga bog'liq. Biz Sharq Turkiston desak, xalqaro majburiy Sharq Turkiston deydi. Xuddi biz irqiy qirg'inchilik deb xalqaroga tushundigandik qo'ya. 2018-dan tortib nim qildik. Hatto nurg'unlar qarashdi, Sharq Turkiston desak bo'lmaydi, irqiy qirg'inchilik desak bo'lmaydi deb. Biz izchil deganligimiz uchun, tushundiganligimiz uchun xalqaroga irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Lager dedi. Va nurg'un chet elliklarmi biz Sharq Turkiston deganligimiz uchun Sharq Turkiston deyishga majbur bo'ldi va oramizdagi munofiqlarmi o'zining munofiqligini yushirish uchunmi burun Sharq Turkiston deyishdan qochinadiganlarmi Sharq Turkiston deydigan bo'ldi. Bayroq ko'tarmaydigan munofiqlarmi o'zini munofiqligini yushirish uchun munofiq bayroq ko'taradigan bo'ldi. Mustaqillik demaydiganlarmi Amerika irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgandan keyin bir kechadan 180 gradus o'rilib mustaqilchi bo'lib ketganlar bo'ldi. Buni ko'rib turyapmiz. Hamma xalq buni shohid. Shu biz nim desak shu bo'ladi. Agar biz Sharq Turkiston desak, xalqaro Sharq Turkiston deydi. Agar biz xalqaroga berib hukumatlar bilan har qanday tashkilot bo'layli, shaxs bo'layli, mayli muxbir bilan ko'rish, muxbir bizni ziyorat qilsin yoki davlat hukumatlar bilan munosabat bo'layli. Talabing nima desak, biz talabimiz mustaqillik desak, ular uningga hurmat qilishdan boshqa chora yo'q. To'g'ri. Yo'q, sen nima mustaqil bo'lolmaysiz demaydi-ki. Ularningki xalqaro prinsipda bo'libmi, g'arb demokratik davlatlarda o'zining taqdirini o'z belgilash prinsipiga hurmat qiladi. Va u o'zining taqdirini hurmat qilish prinsipida xohlasang avtonomiya talab qilamsan, mustaqillik talab qilamsan yoki boshqa nimani talab qilamsan, nimani talab qilsang shuni hurmat qiladi. Bizning munofiqlar, ya'ni xalqimizning orasidagi munofiqlar o'z taqdirini o'z belgilash deb shu avtonomiyani deb kelyapti. Hatto og'izga seppasimi mustaqillik talab qilamsizlar. Ayto mas'ullar mustaqillik talab qildi ekanlar desam, yo'q, biz mustaqillik talab qilmaymiz deb nurg'un munofiqona milliy davomizga zid, ajdodlarimizning ruhiy zid, shehidlarimizning qon badali zid so'z harakatlarni qilib kelyapti. Buning xotim berish kerak. Qo'rqmay biz irodamizni bildirishimiz kerak. Bizningki mustaqillikdan boshqa yo'limiz yo'q va buning uchun agar kerak bo'lsa, biz jonimizni, melimizni, qinimizni, barlig'imizni bu yo'lga fido qilishga tayyor ekanligimizni xalqaro bildirishimiz kerak. Qo'rqmay deyishimiz kerak. Hech nima deyolmaydi xalqaro. Biz bir irqiy qirg'inchilikqa yo'qolishga girdab qilayotgan bir millat. İşgaliyet ostidagi bir zamin, bir davlatning avlodlari. Biz shu xalqaro qonun bo'yicha o'zimizni qo'g'dash haqqimiz bor, davlatimizni mudofaa qilish haqqimiz bor, davlatimizning asli keltirish uchun kurash qilish haqqimiz borligini bilishimiz kerak. Shuning uchun qo'rqmay deyishimiz kerak xalqaroga. Bizningki talabimiz shu deyishimiz kerak va davlatlarmi, masalan Xitoy bilan ziddiyat bor davlatlarmi aranda turib bizdek odamni topolmayotsa, to'g'ri. Bu millatningki holati mushunda bo'lganlik uchun bulimi chorasiz turyapti. Agar sal jasoratlik bo'lgan bo'lsa-ki, agar talabimizni qo'rqmay mana biz hammamiz mustaqillik uchun jonimizni fido qilishga tayyor degan bo'lsak-ki, bizningki bunda harliq kunda qolmaydi. Biz Sharq Turkiston ichida hozir qon jang ichida bo'ldik va cho'qim mustaqil bo'la olamiz. Biz kurash qilmay boshqa yo'l yo'q. Buni bildirishimiz kerak. Xalqaroga buni bildirishimiz kerak. Mustaqilligimizdan boshqa yo'l yo'qligimizni bildirishimiz kerak. Mening muhim vazifam bu 4 yilning qildig'ini ish vazifam tashqi ishlar ministri bo'lish bilan shu bu mustaqilligimizni asliga keltirish uchun, davlatimizni asliga keltirish uchun yo'lni hozirlash. Va buningga umumiy xalqimizningki yalnız mening qilgan ishim bo'lmasligi kerak. Umumiy xalqimiz, tashkilotlarimiz, hammamiz o'xshash harakatni olib berishimiz kerak. Bir-birimizga yarı yo'lak bo'lib, hamkorlashishimiz kerak. Bu vaqtda. Ondan keyin biz mustaqil bo'la olamiz. Ondan keyin bizga haqiqiy yordam keladi. To'g'ri.
Salih Xudoyor Efendimizning so'zlaganlaridan biz dushmanimizning faqat bir, nishonimizning faqat mustaqillik ekanligini, faqat mush yo'lning to'g'ri ekanligini ham Salih Xudoyor Efendimizning bundan keyin faqat mush yo'l uchun kurash qilganligini o'zi deb o'tdi. Agar biz o'zimiz vatanimizni tanımasak, vatanimizning mustaqilligining birdan-bir prinsip ekanligimizni haqqa demasak, haq bizga o yo'lni bermaydi. Salih Xudoyorning oldingi 4 yilda qilgan ishlarining hammasi shu. Hamma odamga shu gapni dedi, shu prinsipdan yonmadi. Davomli mushtaq suhbatlarda mush gapni qilib kelyotdi. Agar bizning mustaqillikdan boshqa yo'limiz bo'lsa-da, biz shuni qilgan bo'lsak, kishilik huquq degan bir gap bilan mustaqillikni tang o'rin qo'yib olmaydi. Kishilik huquq qilayotganini vatan uchun qilyotdi-ku deb qarab o'ltirsak, bizning mustaqilligimizni kim qiladi? Salih Xudoyor Efendim buni bek yaxshi deb berdi. Uning ustiga biz ishimiz 4 yildan beri qilgan faoliyatlariga qarab, Salih Xudoyor Efendimni bundan keyingi 4 yilda uningdan ortiq ishlarni qilib ketdi deb qaraymiz. Hamda hozirgi vaziyatga birlashtirib, hukumatning kelgisi, mustaqillik yo'limizning a'tisi ustida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, bu hukumat nagacha boradi, mustaqilligimiz nagacha boradi? Biz çoxum yaqin kelgusida mustaqil bo'lamiz. Buningga %100 ishonaman. Xalqimiz buningga %100 ishonish kerak. Biz agar umidimizni uzmasak ham, hammamiz bu yo'lda harakat qilsak, biz çoxum mustaqil bo'lamiz. Va bizningki bu 9-navbatli qurultayda nurg'un chet elliklar kelib so'zildi va ularningki deganidek sizlar çoxum mustaqil bo'lsizlar va biz sizlarni shu kelgusida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatida ki hukumat bo'lishinglarni arzu qilamiz. Shunda kurashni sizlarni shu yerdagi hukumat bo'lib o'tirishinglarni tasavvur qilamiz deb nim qildi. Va biz bu hukumat texnik kuchlanadi va biz cho'qim shu hozirgi surgun hukumat balki hammamiz bo'lmasakmi shu surgun hozirgi surgun hukumatning bir qismi yoki qoldiqlari mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatidagi yangi hukumatda shu yerdagi qurilgan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatining hukumatning xodimlari bo'lib xizmat qiladi. Shu yerda hukumat bo'ladi. Shuning ishini bu xalq buning ishonish kerak. Oldi bilan ishonch bog'lashimiz kerak. Va shu ishonchni bog'lagandan keyin shunga kurash qilishimiz kerak. Amal qilishimiz kerak. Ham xayol bilan ish oqmaydi, badal to'lashimiz kerak. Va umidsizlanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Tarixda bizningki 3000 yilning yozi biz Xitoy bilan urushib kelyapmiz. Az deganda 3000 yilning yozi. 3000 yilning yozi ajdodlarimiz nurg'un davlatni qurdi, nurg'un imperiyalikni qurdi va arsirda ba'zida dushmanninki istilosiga, dushmanninki ishg'oliyatiga duchor bo'lib qoldik. Ammo biz hech bir vaqt u qadar uzun suzilib ketmaydi. Ya'ni doim bizningki ajdodlarimiz, bizning millatimiz doim yana tirilib, yana qaytadan qilib davlatimizni, mustaqilligimizni asli keltira oldik. Va biz yana cho'qim asli keltira olamiz. Bugun tariximizda balki hozirgi yashayotgan bu fojiamiz tarixda eng qarang'i betlar bo'lishi mumkin tariximizdagi. Ammo bundan qutulib chiqib olamiz. Uningga 100% ishonishimiz kerak. Uning qutulish uchun biz qonimizni, jonimizni bera olishimiz kerak. Xuddi bizningki davlat marshimizda, milliy marshimiz aytgandek, qutulish yo'lida suvdek oqdi bizning qonimiz. Sen uchun ey jonimiz fido bo'lsin bu. Sen uchun ey yurtimiz bo'lsin fido bu jonimiz. Jonimizni fido qilishga tayyor qilishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa, u vatan uchun, u mustaqillik uchun, u davlat uchun qonimizdan, barlig'imizdan voz kechalisak, onundan keyin biz mustaqil bo'lamiz. Oldi bilan u ruhni yetildirishimiz kerak va unga tayyorlik qilishimiz kerak. Bizning hozirgi eng muhim vazifamiz biz yaqin kelgusida, 10 yil ichida inshaalloh bizga bir fursat keladi. Eng oxirgi fursat. Hatto bu chet ellikniki nechasimi dedi ayada. Balki
Nima 9-chi qurultayning ochilish qismida anglagan bo'lsanglar, eng oxirgi bir fursatni keladi. Bu fursatdan qo'ldan berib o'tmasliging kerak. Bu fursat tayyor bo'lishing kerak. Sizlarning qilayotgan ishinglar bugun bu yerda mush fursat uchun tayyorlik qilishinglar dedi. Biz shu fursat uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Cho'qim mustaqil bo'lamiz, ammo mustaqillikni eg'iz bilan degan bilan kelmaydi. Amin bilan kelmaydi. To'g'ri. Albatta duomi qilishimiz kerak, ammo oldi bilan harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun badal to'lashimiz kerak. Har qanday badal, mayli qo'limizdan kelaligini, bizdan Alloh qo'limizdan kelmaganini so'maydi. Qo'lingdan kelganini qil deydi. Qo'lingdan nima kelyapti? Agar hozir biz hammamiz o'r dunyoda yashayapmiz ya. Hammamizning qo'limizdan keladigini oz deganda hammamiz Twitterda, sosyal medyada davosimizni anlata olamiz. Bizga mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini anlata olamiz. Hammamiz o'xshash narsani qilsak, albatta xalqaroning diqqatini tortamiz. Albatta nurg'un Xitoy bilan dushman turayotgan davlatlarmi? Ma millat o'lmabdi. Mali Xitoy qarshi to'g'risi borken, niyati borken, agar biz bundan qo'llasak, rasvo bo'lmaydi ekanmiz degan yer keladi. Hozirgacha nima uchun xalqaroniki bizniki maslimizga pasib qoldi nima qilayotganligini hech deb bo'lsak, masalan biz parlamentda o'tgan hafta parlamentdikil bilan ko'rishdim. Nechistidi? Bu mustaqillik tez. Bu xalq bunun uchun hech birisi nima qilmasa, biz hozir qadar necha Uyg'urlar bilan kurashdik, necha Uyg'ur tashkilotlari bilan kurashdik. Hech birisi bu mustaqillik to'g'riliq gap qilmadi, hatto hech birisi bu Sharq Turkiston to'g'riliq gap qilmadi. Ismini demadi. Anlab turdi parlamentda bilan bog'lanmasa anladingmi? Chet ellikning parlamentdagilarning odamlarning da'vat qilgan gapini. Alniki bizga yordam qilish niyati bor. Ammo biz o'zimiz o yordamni loyiq yerga kelmayapmiz. Masala shu. Shuning uchun unga tayyorlik qilishimiz kerak. Shuning uchun biz o'zimizni yetishtirishimiz kerak. Qo'rqmasligimiz kerak. Badal to'lashimiz kerak. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin. Biz bu davoni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir qadar Sharq Turkiston davosi xalqaralashmadi. 70 yilning yozi, bu 74 yilning yozi Sharq Turkiston davosi berilmedi. Afsus. Arasında pirish qalli bo'ldi, ammo ularni doim dushman istixboroti va munofiqlar urib keldi. Va 4 yilning yozi tunji qitim bu Sharq Turkiston davosi qaytadan tirilyapti. 74 yilning ichida Sharq Turkiston davosi azroq bo'lsa-mu xalqaroga tunilyapti, ammo rasmiy tulinib bo'lmadi. Buning uchun harakat qilishimiz kerak. Hammamiz shaxs bo'lishimiz bilanmi, fuqaro bo'lishimiz bilanmi, fuqaroviy ovozimiz bilan sosyal medyada qaysi tilda bo'lsa, qaysi tilni bilsak, shu tilda bizningki mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligimizni bildirishimiz kerak va bizga xalqaroniki bu mustaqillikimizni asl keltirish uchun Xitoyniki ne qadar xalqaroga ne qadar tehdit ekanligini tushuntirishimiz kerak va biz xalqaro bilan qanday davlat bo'lishi qat'iy nazar, xristian bo'lamdi, yahudi bo'lamdi, boshqa narsa bo'lamdi, uning qaramay bizningki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy. Va Xitoyning kim dushmani bo'lsa, biz shular bilan Xitoyga qarshi hamkorlashishga tayyor ekanligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak. To'g'ri. Undan biz haqiqiy yordam keladi va haqiqiy yordam kelgan vaqtda biz qo'rqmay, jenimiz agar kerak bo'lsa, jenimizdan, milimizdan, milasimizdan o'tirga tukishimiz kerak. Buningga bizningki diniy ulamolarmi, masalan, kim turib turdi? Hammasi. Boshqa yerlarniki diniy ulamolar qarasanglar, ishg'oliyat ostidagi bir zaminninki, davlatninki diniy ulamolari birinchi qiladigan farzi sen ma davlat uchun, ma ishg'oliyatchilar uchun qo'lingdan kelgan qarshilikni berishing kerak deyish kerak.
Ama bizniki bunu demayapti. Bizniki shu soqolni tarash bilan, tirnoqni nim qilish bilan, qora abayini kiyib olib arablarga o'xshash bilan shuni nim qilyapti. Ziyolilarimiz tilimizni saqlaymiz, usulimizni saqlaymiz, dusturimizni saqlaymiz. Usul orqali xalqaro o'zimizniki qanday madaniyatligimizni bildiramiz. Deb ashunda nim qilyapti. Adamın kalmasa, devletin yo'qotib bo'lsa, yo'qolib ketsa tamamen, vatanın yo'qolib ketsa tamamen, xalqing tamamen qirilib ketsa, uniki madaniyatingniki, tilingniki, nimasininki nim foydasi? Devletin bo'lsa tiling bo'ladi. Devletin bo'lsa madaniyating bo'ladi. Devletin bo'lsa uningdagi haqdek devlet bal deb o'ynash haqqing bo'ladi. Ammo xalqing qirilayotgan vaqtda yana sahnaga chiqib dik o'ynash nomus bir millet uchun. Bunu bilishimiz kerak. Baylarimizningki nurg'un baylarimiz bor. Masalan, eng oddiysi, ma arab tilininki, ma bu tilga og'im yo'qda, hozir ma arab bilan nimaninki to'qnashida. Nurg'un baylari beryapti pulni. Nurg'un baylari, masalan, chet elniki matbuotlar o qadar nim qilmayapti. Tilga olmayapti. Ammo xalqaroninki ash davosiga ko'ngil bildirish uchun Muş Palestin'in davası kömül bildiriş için. Bu mesela qarab bakalım. Chet el G'arbninki medialarda ul to'g'riliq o kadar chiqnasi yo'q. Ammo sosyal medyani ishiltish orqali ular baylar pul tükep shu davasini ammiyag yangityapti. Bizning baylarimiz nima ish qilyapti? 4-5 xotin olsa, bir to'y qildim deb millat oyada bo'lmasa tuqqanlari bor, hammasiniki vatanda qirilayotgan, turmalarda o'ltirilayotgan. Baylarimiz demiş ki, $2 milyon toy qildik deb to'yni qilib, uni qilib, buni qilib isrof qilyapti. Va buningki haqqini Alloh so'raydi kelgisidimi? Men sana imkoniyat bersam, qiyomat so'raydi. Men sana imkoniyat bersam, bu kadar boylikni bersam millating uchun, o'zingning qarindoshlaring uchun nima uchun ishlatmading deb kikiydigimizni siqidi. 40 milyon insonmi, xalqimizmi kikiydigimizdan siqidi buni? Hesabını soraydı. Hatta öz vaqtida mı, birinci cumhuriyette bu davrda mı, ikinci cumhuriyet davrda mı baylarımız davaga özünün devleti bämi geldik üçün. Yani şu düşman yap ketdi o. Hazırki baylarımızınki köpünsü milli davaga bämi. Şu düşmandan qoqap nem qiyiqçan, amma Xitoy hammasini yap ketdi yana. Yani şu o'xshash. Agar devletimizni asıl keltirishga bu mablag'ni sağgan bo'lsa, biz mustaqil bo'lib bultiqalla burun. Agar bu boyliqini az deganda zaktini devlet uchun bergan bo'lsa, devletimizning asli keltirish, mustaqilligimizni keltirish yo'li sarf qilgan bo'lsa, bizningki boshqa davlatlardek rasmiy armiyamiz bo'lib Sharq Turkistonning tizimini hammasi ozotlab bo'lmagan bo'lsa-mu, bir qism tuproqi azad bo'ladi va mustaqil davlatimiz bo'ladi. Shuning uchun baylarimizmi, ziyolilarimizmi, mollalarımizmi, fuqarolarimizmi hammasi qo'lidan kelganini qilish kerak. Qo'limizdan kelganini, imkoniyatimiz yetkicha, imkoniyatimizga, agar pulimiz bo'lsa, pulimiz bilan kurash qilishimiz kerak. Tilimiz bo'lsa, tilimiz bilan kurash qilishimiz kerak. Mushtimiz bo'lsa, mushtimiz bilan, boshqa narsamiz bo'lsa, boshqa narsamiz bilan kurash qilishimiz kerak. Bilimimiz bo'lsa, bilimimiz bilan kurash qilishimiz kerak. Ammo hammamizningki birinchi nishonimiz davlatimizning mustaqilligini asl keltirish bo'lishi kerak. Undan keyin boshqa narsani o'ylasak bo'ladi. Boshqa davlatning mustaqilligini asl keltiraylik, undan keyin kishilik huquqimizmi bo'ladi, demokratiyamizmi bo'ladi, dinimizmi bo'ladi, tilimizmi bo'ladi, hamma narsamiz bo'ladi. Rahmat. Salih Xudoyor efendim shunda yaxshi tushuntirib berdi. Bizningki hukumatimizning va mustaqillik yo'limizning kelgusidan bir umid ko'rganligini va bu umidningki bedel to'lamay turib qo'lga kelmaydiganligini dedi. Har qanday bedel bo'lsa-mu to'lab vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishning arziydiganligini deb o'tdi. Hamda Salih Xudoyor efendimning Bayden qattiq hayajonlanganligini, vatan uchun qanday ishtiyoq bilan so'zlaganini hammamiz ko'rdik. Hem sizden bir xil ot yürekni, ondan keyin armas, talmas bir ruhni, egilmez, sınmaz bir ruhni görürüz. Hem de nurgun bütün yaşlığınızı
hayatınızın ışık sarf kılıvatsız. Bu bedelleriniz sizce arzimdi? Albatta arziydi. Çünkü men yalgızlam özüm için kurash qilmayapman, yalgızlam milletim için kurash qilmayapman. Avlodlarimning kelgusi uchun kurash qilyapman. Şehitlerimizninki ruhi için kurash qilyapman. Ajdodlarimizning ruhi için kurash qilyapman. Albatta arziydi. Zaten mening qilib ketganim o kadar bir çoğun bir iş mi yok? Bu yolunu almasak bizge kutuluştan başka yol yok. Bilimiz. Zaten hemmimiz bilimiz. Ama bu dünyada mı harbulumuz, o dünyada mı harbulumuz? Eğer devletimizin imkılıp, eğer bu yolda Allah nasip kıysa bu yolda küreş kılıp şehit bolsak ne baxtlik bana. Doğru. Güzel ölüm Eğer güzel ölüm ata kıysa, eğer bu yolda küreş kılıp devletimizdeki müstakillik nasıl keltiriş küreşkin isip bolsa ve şu devlet için ömür boyu hizmet kılıp evlatlarımız için, kelgüsümüz için bir devlet, bir baxt saadet olgan bir devlet, bir miras kaldıra alırsak ne baxt bizge? Hem bu dünyadaki hayatımızın baxtlık buldu mu, hem ahiretteki hayatımızın baxtlık buldu. Salih Hudayan'ın gepini aldыңlar. Arziydi o. Her kanda bedel arziydi o. Vatan için hizmet kılgan adamның bu dünyalıkı mı, o dünyalıkı mı hayırlık oldu dedi. Hammamizning mushta bir ruh bilan vatan uchun xizmat qilishimizni umid qilamiz. Bugungi bu programmamizga qatnashib bergani uchun Salih Xudoyevga ko'p rahmat. Biz bu vatanning mustaqillik yo'lida bo'ladigan har qanday fikrni o'zaro deyishsak bo'ladi, muzokara etsak bo'ladi, hatto talassak ham bo'ladi. Mush to'rda programmani anglayotganlarninki har qanday savol bo'lsa va shu programmaga chiqmoqchi bo'lsa, mustaqillik ustida fikr bermoqchi bo'lsa, biz qarshi olamiz. Bizning sürgün hükümetler aloqalashsa, biz mush programmaga taklif qilamiz. Qarshi yo'ldagilar olsun mayli, qarshi fikr olsun mayli. Biz buni mustaqillik yo'l izdinish deb ism qo'ydik bu programmaga. Bu bir izdinish. Biz buningda har qanday fikrni anglaymiz va bu yo'ldagi har qanday odamlar bilan fikrlashimiz, munozirlashalaymiz. Bu programmaga ko'ngil bilganlarga rahmat. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Kelar qatimliq programmamiz yana to'rda e'londa bo'ladi. Hammalarga rahmat.